Ma'arif madaniyat uçur xazinasiga xush kelibsiz. Internet torida yuqori saviyalik o'qituvchilarimiz bilan chet el tili o'rganish orzusidagilarni tarbiyalab kelmoqdamiz. Dunyoning har qaysi joylaridan maslahatga muhtoj Turkiya, Qibris, Saudiya, Yevropa universitetlarida haqsiz yoki o'qish yordam puli bilan arzon o'qish orzusidagilarning kasb va universitet tanlash, to'g'ri tizimli universitet o'qiy olishiga kafolatlik qilamiz. Maslahat va tafsilot uchun har yil 5dan boshlab aloqa adreslarimizga uchur qilgaysizlar. Xazinam tor til tarbiyalash va oliy ma'arif maslahat markazi. Okay, next one is a boat. Okay, boat. And the ataush diqqat qilinglar. Bu nima? Birisi ikkisi birlashsa o. Okay, o. Tushunami? Boat. Boat emasmi? Boat. Dabanglar? Boat. Nice, yaxshi. Boat. Oldingi darsimizda o'rgangan masalan coat, palto, tushunami? Paltoni moshunda o'xshash o talaffuz qilamiz. Boat, coat. Qiyiq, qo'lvoq degan gap. Agar ship bo'lgan bo'lsa, u parxod ma'noni bersanlar ship, tushunami? Nima? They have a small boat. Ularningki bir kichik qo'lvoqi bor, bir kichik qiyiqi bor. We can travel by boat. Biz can qila olamiz, yetalaymiz. Travel, sayohat qila olamiz. By, orqali yoki shunga chiqib deganga by boat. Demakchi biz qiyiq chiqib, qiyiq o'ltirib, qanday qila olamiz? Sayohat qila olamiz. We can travel by boat. They have a small boat. Deganda kan a boat. A boat deganimiz qiyiq qo'lvoq. Demakchi paraxod degan ayt yo'g'on keldi shunami? Masalan Titanic deganga o'xshash. Titanic nima desanlar? Paraxod shunami? Titanic. Endi mergi boat deganimiz nima desanlar? Kichik. Masalan kichik tipdagi qiyiqlarni nima deymiz? Boat deymiz, boat. Okay, boat. Agar mancha ship. Okay. That one is ship. U bo'lsa nima desanlar? Paraxod. Paraxod. Okay, next one is a with. Okay, with. And the ma so'zdagi ma th ni talaffuz qilganda alayda diqqat qilinglar. Bu nima th nima? Ama tilimiz qanday qildi? Aslan qismimiz ishlaydi. Kedinglama? With. Okay, and man tarjima qilganman wa. With. Yaxshi. With. Okay, and with deganimiz bilan degan gap, bilan degan gap. Masalan, we are with our teacher now. We are with our teacher now. And biz bizning o'qituvchi bilan birlamiz. Sharga our deganimiz bizning. Our teacher bizning muallim. Demakchi bizning muallim bilan qanday sanlar billan. Masalan, is he playing with his friend? U do'sti bilan o'ynayapti. Is he playing with his friend? U do'sti bilan o'ynayapti. Yaxshi. And the king's chose, can you go along with me? Okay. Can you go along with me? Okay, I'm then can you qalalamsiz? Go along with me. Men bilan billa baramsiz. Yoki billa nim qilamsiz shunami? Go along. Billa nim qilmoq. Okay. I agree with you. Okay, I'm I agree. Agree deganimiz qo'shilmoq degan gap. I agree with you. Men sizning demakchi men sizning fikringizga, ko'z qarashingizga qo'shilman degan gap. Men bu yo'ldoshning fikri qo'shilma. Ishlama. I agree with you. I agree with him. I agree with her degandekchi. I agree with him. Okay, next one is walk. Okay, this one is walk. Okay, walk. And the walk deganimiz nima desanlar? A walk emasmi? Mangmaq. Amish piyoda minishni nima deymiz? Walk. Masalan, go for a walk. Go degan bormoq. For uchun. Bir menish uchun beri. Demakchi go for a walk degan sayla qilmoq degan gap. Aylanib go for a walk. Sayla qilmoq. Yoki take a walk deymiz, nima? Tabii aylanmoq. Walk with somebody. But somebody degan ma'lum bir kishi. Demak, endi ma'lum bir kishi bilan mangmoq degan gap. Masalan, we go for a walk in the morning. Biz atdeganda bunda aylanishga chiqdik. Ana piyoda hamda menga
Yurish. Saylı qilish nima? We go for a walk in the morning. Biz atdeganda qanday qilamiz? Mengib chiqaramiz deydi. Masalan, yashanib qolaman, degan saardan saylı qilib, maqdan shu go for a walk deymiz. You know, they are walking at the beach. Okay. They are walking. Ular mengavatidi. Ama resimdagilarni nima qildi? They are walking at the beach. Beach deganimiz nima desanlar? Dengiz sohili. Ma beach o'qasini aytsak gap ham u. Buni ishlatishga bo'lmaydi. Beach. Beach deganda qishinlashda ko'tarilib ag'zani tilgandek bo'lishi nima? Beach. Beach. Beach deganimiz shu. Dengiz sohili. Nima degan peyzaj? So'zib kelsa. Don't walk. I'm tired. Don't walk. Mang. I'm tired. Men herib ketdi. Hey, don't walk. I'm tired. Tamam. Okay. And about Kings nima desanlar? Aeroplane. Okay, aeroplane. Xo'sh, endi aeroplane deganimiz nima? Aeroplan. Shu Uyg'urcha gap shuni nima? Inglizdan degan. Aeroplane. Nima? Aeroplan. Okay, what about this? This one is ship. Okay. It's a big ship. Okay, ship. Xo'sh, endi ship deganimiz nima desanlar? Paraxod. Paraxod. Uni degan nima desanlar? Sog'lashda oar. Okay, oar. Xo'sh, endi oar deganimiz nima desanlar? Ning ustida yoki shu olqish degan gap, oar. And some resim qarasanglar nima desanlar? The airplane is flying over the buildings. And the airplanes, aeroplan is bo'lsa flying uchayotidi. Nima over the buildings. And the over the buildings deganimiz nima? Shu binoning ustidan uchib ketyapti. Endi saodasi mera over bilan on. O'xshashlar shikkiz ustilar degan gap. Masalan, men qo'lim qaranglar, qo'l qarasanglar, on deganimiz masalan, ma PPT ni tizginak qanday qilib o'rsanglar, hozir nima? On the hand. Nima? On the hand. Demak, shikkisining yuzi birsiga tegishib tursa on bo'ladi. Tushunalmi? Agar menda bo'lsa, men ustida shunami? Demak, shikkilisi tegishmidi. Endi meyara nima dersanglar? Bo'lma nima dersanglar? Over the hand. Okay, over the hand. Qo'lning nimasidir usti tarafida. Usti tarafida. Xo'sh hamsa, savolashlar, endi bugungi bir hikoyani o'rganamiz. Bu hikoya nima desanglar? Mana shu mushko'rikning ustidan mana shu hikoyasi. Xo'sh andaqda avval shu sizlar shu anglash qismini bir anglab o'tgandan keyin undan buni tafsiliy so'zlasak. Lesson 33. A fine day. Listen to the tape, then answer this question. Where is the Jones family? It is a fine day today. There are some clouds in the sky, but the sun is shining. Mr. Jones is with his family. They are walking over the bridge. There are some boats on the river. Mr. Jones and his wife are looking at them. Sally is looking at a big ship. The ship is going under the bridge. Tim is looking at an airplane. The airplane is flying over the river. Okay, finished? Answer. It is a fine day today. Okay, and it is a fine day today. Bugun avayntayn qanakan bir yaxshi kun bo'pti. Endi bu yerga itning ko'rsatgan nima desang, shu havorayni ko'rsatadi. It is nima? U bo'lsa, nima bo'lsa shu havoray bo'lsa a fine. Agar endi bu yerga fine deganimiz naydi go'zal, yaxshi degan gap. Fine day. Naydi bir go'zal kun. Demak, yaxshi kun. Today deganimiz bugun, tushunami? Demak, bugun avayntayn yaxshi kun bo'pti. Naydi go'zal kun bo'pti. It's a fine day today. It's a fine day today. Demakchi bu havo rayini yaxshi bo'lgan bir kunlikni ifodaydi. It's a fine day today.
It's a fine day today. Demek hamda ko'pincha mush Angliya qanday ekan desanglar, Angliya ko'pincha havo asosan bir xil tutuqchi, chunki hamda shimol qutbiga yaqin. Ko'pincha vaqtda ya yomg'ir yoqqan yoki bulut bo'lganchu. Demak, havo ochiq kunlarda hamda bulut kun yuqar ekan. Shunga hamda bu yerda masalan toniydigan tonmaydigan odamga it's a fine day today. Bugun havo ajab go'zal bo'pti, ajab yaxshi bo'pti deb bir salomlashir ekan. Hamda bu bir nima desanglar, shu Angliyadagi salomlash odat ekan. Ondan ekan andan masalan Hanzulardan bog'i bular hamda asosliqi ni tishilama, chifalama degan gap ham sen tamoq yedingmi? Endi bu nima desang, bir ahvol so'rash nimasi? Hargiz menda nuqul olda, "Voy sen tamoq yedingmi?" emas, balki shu yaxshimisiz? Assalomu alaykum degandek bir salomlash nimasi. Chunki nima desang, hamda masalan madaniyat inqilobi mazgilida bo'lsin, bir archachilik ishlar yuz bergan shunami? Demak, hamda mushu bir salomlash nimasiga o'zgartgan. Hamda masalan har xil millatlarningki dunyodagi har xil rayonlarningki o'zi xos hamda shu tabiiy sharoit bilan va har qaysi sharoitlar tufaylidan hamda nim qilgan deganda xuddi Hanzochiga o'xshash nechilama chufanlama degan. Va yoki misol nima desanglar, masalan Angliyalik o'xshash it's a fine day today. Wow, ajab havo yaxshi bo'pti-ya bugun, va go'zal bo'pti-ya. Demak hamda mushlarniki bir salomlash so'zrekchi shunaqa ig'iz tilida ba'zi shiltib qo'yadi. It's a fine day today. Okay. And then in back in Asmanda. Okay, qarsanglar, there are some clouds in the sky. Okay, and then there are bar. Okay, bar shnama some clouds. Okay, bir nechtal nima bulutlar. Some clouds. Bir nechtal bulutlar bor. O'rnichu nada in the sky. Yaxshi. Shu osmonda in the sky the deganimiz nima? Dunyodagi birdan bir narsalarga hamda nima donishlar in the sky osmonda shunami yashardan shu bir osmon bor. There are some clouds in the sky. Demak, osmonda bir nechta nima bulutlar ekan. But lekin the sun is shining. Lekin quyosh qanday qoldi? Parlaydi. Qaranglar. Quyoshning ko'zoynaklari valildab ketibdi. Ko'ranglar. But the sun is shining. But the sun is shining. Okay. There are some clouds in the sky, but the sun is shining. Biroq quyosh qanday qotadi? Illiq nurini chechayotadi, chaqnayotadi. Okay. Qaranglar. Ma bir oila kishilar ekan-ku. And then Mr. Jones is with his family. Okay, Mr. Jones, Miss Jones apandim is bo'lsa with bilan his family. Shu oilasilar bilan birga. Demak, Mr. Jones with his family. Mr. Jones apandim u oilasilar bilan birga. Endi sabaqlar men muallim bilan birga. I am with bilan birga. Shunami? My teacher. Men muallim bilan qanday birga. I am with my teacher. Shunami? I am with my teacher. Okay? I am with my teacher. Okay?